Qabat salamlaymiz sizni hurmatli radio tinglovchilar. Bulg'ar radiosi ertangi ham xizmat haqi ham sig'imlar turida suylashamiz. Yaqincha o'rtacha 100 ming tirasi sig'imlar ekan o'rtacha oilada. Radio tinglovchilarimizda yozam. Fikrlar bik ko'p. Men tarbiyachi bo'lib ishli edim. Bu ishni bik yaratam, lekin ishdan ketdim. Hozirgi bolalarni tinglatу bik og'ir, bik ko'p kuch ham energiyani olam. Igada bik ko'p ish qayta, o'zimning kichkina 3 bolam bor. 9, 7, 2 yoshliklar. O'zimning bolalar yonida bo'lasim kela, ko'proq. Shunga ko'ra ishdan ketdim. Xizmat haqim 25-26 ming tirasi edi menim degan. Allohga shukr, erim ishlab turay, sen sog'ina bo'lsin degan Gulnar Soba Yo'lbot. Hayır gün elimin işittim Qozonda avtobus yırtışçılar 120, konduktorlar 60-70 ming oladilar. O'taga ko'shirsan. Ha? Ko'shirsan balki shoyadir. Ne işlesen? Ko'shirsan. Nasıl ko'shirsan? O'zbekistonga, yo'qmi? Ha. Bilmeyim ansın. Xayrli ertangi şeyler rayon yerinde ish bilan problemam. Bulg'anna da yönlü xizmat haqi yo'q. 23 ming oy bo'yina bir yo'l kuni. Turmush iptashim Qozon yog'ina yurib ishli 40 ming oladigan. 2 bola o'stiramiz, aybirlar beqiymat. Anina shulanam bir kunni o'z-o'zini oqsha jallab o'tirib, bizga bo'lisham deb men aytam, jita bizga qo'ya jitsin endi kredit to'lovlar ham boshqasi. O'zing uchun yasha. Yosh vaqtda bizni o'stirganda da o'z-o'zingni unuta eding dim. Hozir o'zimda shu o'zim ayvir olgancha bolalarga bo'lsin degan. Sen bitinde buna bağlanışıga, uramga, boshqalar bilan o'ynarga. Qarab turasың, kuzatib turasың. Mana oyoq kiyimi uңайсызрак ekan şol. Yeyse üstündeki kurtkası mene almashtırga kerak. Onысы bolalarga o'zing sotib olganda, endi bolalaring o'sib, turmush qurib, ularga yordam etam deb o'zingning og'zingdan uzib, ularga o'xsha jiberganda bunisi boshqa bit Ilnar. Ondilar da var ultiga gaydalar, onda bit nishik. Onda babay o'tira masalan. Qarshiq. Buldu. Biz birasin berdik endi, qarshiq shapirtgan tagi. Kurmagandagina. Bir 2000 bo'lsa da tig'ib jiberadisan, deymi? Tamam da fikir oşarga 5 mingina jitami endi yumurqani, itni, molочныйlarni qorag'iz Elvira ovuldan toshiysandir degan. Umirib oshasam ovuldan toshar edim men tek. Bizning bilmim 2-3 oyga bir qaytib ovuldan onun qadar tiyab kelgan yo'q. Yog'liq ko'pmi? Yog'liq ko'proq ketam menim. Bir audio yozma var, tinglab o'ting. Aydalar. Bulg'ar radiosi tinglovchilar, hurmatli tanishlarimiz, Oqtanishdan Ilfat Bayanov. Bu avul kishini qo'lolmay turgandir endi. 200 yashlav. Qo'ya ishlasin endi, birisini ishlasa yarayali. Ham bizga qo'ya bo'lsin endi 100 ming zarfatalar. Endi Alloh taolo biz salomatlik berib, az bo'lsa da zarfatlarimiz ortib, yangi yillarimizda baribirga esenlik, sog'lik, salomatlik, barakatli turmush tilab, Oqtanishdan Amin. Selam Bulg'ar radiosi. Bizda misherlarda yurg'aningga qarab oyog'ingni suzarga kerak deb aytalar onday shaqta degan. Shunga ko'ra har kim o'zining kirimlarini qarab shig'imlarini da oldan borlasin edi degan tilakda qoladir endi bu radio tinglovchimiz.